Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Zerivix o'z bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz qaytadan выживание qilamiz. O'tgan выживание o'chib ketgani uchun bu safar qaytadan выживание qilamiz. Ko'zingizning oldida mana set ham termadim. Mana game mode xullas bir balolarni o'chirib qo'ydim. Hammasi ochiq yana ba'zilar. Xullas yangi merni ochamiz. Yangi merni ochgunimcha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinda 40 ta bo'lganimiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Keyingi videolar tezroq chiqishini xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Do'stlar, bu juvonamiz Xudo xolisi o'ta ko'p qismlarga bo'linadi. Hardcore emas, oddiy juvoni. Birinchi qismda nimalar qilamiz? Daraxt chopamiz, ferma quramiz. Yana nimalar? Biz bir ikkita narsalar qilamiz, muhim emas. Qayda ko'ramiz. Qayda paydo bo'lar ekanmiz. Va biz paydo bo'ldik. Qora o'rmonda, ya'ni tayga biyomida. Tayga biyomida paydo bo'lamiz. Mayli. Birinchi navbatda hozir biz daraxt chopib olishimiz kerak. Mana bu yerda daraxt bor ekan, shuni chopamiz. Birinchi navbatda bizga uy kerak. Birinchi qismda uy qurishimiz mumkin. Hozircha daraxt chopib turaveramiz. Agar mana shu videoga 5 ta dona like bo'lsa, keyingi video aniq chiqadi. Shorts qo'ymayapsizmi? Nimaga shorts qo'ymaysiz deganlarga yo'q, men shorts ko'p qo'ymayman. Bularni maydalab olamiz. Maydalaganimizdan keyin qotyapti. Qotdi hozir nimadir bo'lib, mayli. Yana bitta yasab boramiz desam. Bu nima? Bir marta bosgan bug bo'ldi, mayli, qotmabdi. Prosta bug bo'libdi. Yasaymiz cho'plardan. Va hozir birinchi navbatda bizga mana bu bolta kerak, chunki ana u qo'ylarni o'ldirib olamiz. Chunki bizga ham krovat, ham ovqat kerak. Chunki qornimiz ochib qolishi mumkin. Ana bir marta urdik. Hozir ana yana bir marta urdik. Ana. Bo'ldi do'stlar, hozir bizga mana bu o'tlarni sindirsak, urug' tushadi. Shu urug'lar kerak bizga. Bu anaqada ulanish niyatim yo'q. Agar yana boshqacha juvanalar qilsak ulanaman. Sizlarga ham ko'rsatib o'taman. O'sha yangi versiyalarda juvana qilaman. O'shanda do'stlarimni ham taklif qilaman. Bu juvanada emas. Chunki bu juvana o'zim bilan qilmoqchiman. Bu juvana o'zim davom ettirmoqchiman. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu yerda ko'l bor ekan. Hozir biz chanklarni ko'tarib olamiz. 4 chanka kanatiga 8 chank qilib oldim. Mana bu shakar qamishlarni ham olib olamiz. Shakar qamishlarni oldik. Mana bu yerda ko'l bor ekan. Shu yerga uy quramiz do'stlar. Kattagina ekan. Mana bu ko'lni yoni. Shu yerda uyni qurib yuboramiz. Birinchi navbatda bizga krovat kerak. Kravatni mana shu chekkaga qo'yib qo'yamiz va spawn point qo'yib qo'ymoqchiman desam qo'yib bo'lmaydi. Bo'pti, mana shu daraxtning oldidan bitta shaxtacha ochib yuboramiz. Yerlarni qo'yasam. Artefakt yangi video chiqdi. Kim ko'rdi? Men masalan 3 minut 4 minut oldin qo'ygan ekan. Men 3 minut oldin qo'yganda ko'rib olgan edim. Sizlar necha minut oldin ko'rdingiz? Buni ham kommentariyaga yozib qoldiring. Kommentga biror narsa deb yozgan bo'lsangiz, men juda ham xursand bo'lgan bo'lar edim. Hozir biz tosh qo'yamiz. Mana bu tosh. Bizga toshdan 14 ta kerak. Bizda hozir tosh nechta bo'ldi? 7 ta bo'libdi. Yana 7 ta qo'ysak bo'ldi. Nova Gaming kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Ularda ham juda ham zo'r videolar bor.
bundan buyoqda bizga u kerka kerak emas, bizga boltamiz kerak. Chunki daraxt chopgan. Mana u taxtali boltani aytyapman. Yangi bolta ham kerak, to'g'ri, yangi bolta ham kerak-ku, toshli bolta, lekin mana uni ham turaveradi, singunicha ishlatamiz. Hop. Mana bu yerga pechkani qo'yib olib, endi mana bu daraxtlarni chopsak bo'ldi. Hop, do'stlar. Keyingi videolarda nima qilay? Shuni ham kommentariyaga yozib qoldiring. Masalan, bu videoda uy qurib yoki ferma qilsam, keyingi videoda boshqa narsa qiling deb yozib qoldirsangiz, o'sha narsani qilgan bo'lar edim. Hop, ana shu daraxt bo'lagini ham olib olsam-da yaxshi bo'lardi. Ana u turaversin, mayli desam yo'q. Buni olib olaman uni. Hop, mana shu yerdan bo'yim yetadimi? Yo'q, yetmayapti. Hop, mana bu yerga chiqaman deyapman. Hop, olamiz do'stlar. Mana bu daraxtni ham chopib yuboramiz. Bu ham haliginga oshqab katta bo'lsa-ki, shuning uchun tagiga bittani chopmadim. Hop, chopamiz. Oxirgi istasida. Hop, mana bizda 16 ta daraxt bo'ldi. Hop. Endi biz birinchi navbatda mana bu shakar qamishlarni mana bu chekkaga ekib qo'yamiz. 6 ta tushdi. Mayli, hop. Bo'ldi. Ana endi mana bu yerda ehtimoli yo'q. Bu archalik joydagi narsalarda ehtimoli yo'q ekan desam, bu yerda shaxta bor ekan, zamina va kelibdi. Shuning uchun kirmay qo'yamiz. Tinchroq turaylik, do'stlar. Buni ham sindiramiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Yaxshi, mana ularni ham olamiz. Ya'ni urug'larni bizda allaqachon 7 ta urug' bo'ldi. Hop, 8 ta bo'ldi. Bizga jami 16 ta kerak. Chunki 16 ta urug' bo'lsa, ham ko'proq bug'doy, ham ko'proq non bo'ladi. Bug'doydan kim bilmasa, bug'doydan non yasasa bo'ladi. 3 ta bug'doyni tekis qo'ysangiz, shunda paydo bo'ladi non. Hop. Urug'lardan yana ko'proq olishimiz kerak. Mana bu archadan ko'proq chiqqandiku, nima bo'ldi? Hop. Uyimizni qadalganini bilaman. Shuning uchun ketgan to'playmiz. Keyingi videolarda xarita modini ham qo'shishim mumkin. Faqat kommentariyaga xarita deb yozib qoldirishingiz kerak. Mayli, xarita modini qo'shmayman. Mayli, xarita modiga o'zingizga nima kerak? Uyimizni yo'qotib qo'ymasak. Hop. Endi bizga ozgina 2 dona tosh kerak. Mana yerga qo'ysak, hop, bizga 2 dona tosh kerak. Mana bu ko'mirlardan ham olib olamiz. Chunki ko'mir ham bizga juda ham kerak. Hop. Mana bu 2 ta toshni olamiz va tepaga chiqib qo'yamiz. Tepaga chiqamiz va hozir mana buni maydalasam, chop yasaymiz, do'stlar. Hop. Chop yasaldi. Endi bizga bitta ketmon kerak. Ketmon ham yasaldi. Va o'tiramizda yuramiz. Nimaga qilganim bilmayman, to'g'risini aytsam. Har bir videoda men o'zi ferma quraman, nimagaligini bilmayman. Sizlarga bitta narsa ko'rsataman, do'stlar. Hop. 67. Ana 67. 67. Inglizchasiga 67 bo'ladi. Hop, endi bularni ekib olsak, bizga 16 ta kerak edi, 15 ta bo'ldi. Mayli, hech narsa qilmaydi. Shu ham bizga yetib ortib qoladi. Mana shu 3 ta loy mashaga bekorga qo'yilmagan. Meni qo'limga olinish uchun qo'yilgan o'zi aslida. Mana shu 3 ta loy. Hop, mana bunday qilib ekib qo'yamiz, do'stlar. Hop,
bunday va bunday. Hozir yana bizga bitta kerak. 15 ta ham yetadi dedim. 15 ta yetmay qoldi. Yana bizga bitta kerak bo'lib qoldi. Hop, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Tepadagina ham sindiraman tushmayapti-yu. Mana yerda qo'ylar to'dasi bor ekan. Qo'ylar to'dasi ham ovqat yeyishni xohlayman. Ba dedi. Ana, eshitdinglarmi? Ba dedi desam, mana yerda qishloq bor ekan do'stlar, zo'r-ku. Bu yerdagi mahsulotlarni olishimiz kerak va ular ham odam-ku, demak, ular NPC. Bizga albatta bug'doy kerak, bug'doyni ekamiz. Mana bu yerdagi kartoshkalarni olib olamiz. Qo'yganni o'zlari ekib olishsin. Hop. Qishloq aholisidan kartoshka olamiz. Mana bu kartoshkani olib, kartoshkalaringizni olib turaman. Hop. Ular albatta gapira olmaydi. Prosta deyishni biladi. Qachqirin tushyapti. Men buni hozir sezdim. Bu juda ham yomon. Uyimizga, ya'ni bazamizga yetib borishimiz kerak. Meni uyim yo'q-ku. Meni uyim yo'q-ku. Meni ishlam nimam bor? Menda bazam yo'q, meni bazam. Mana shu yerda hammasini olsa, qishloq aholisi mendan rozi bo'ladi. Mana yerda laboratoriya ham bor ekan, men shunchalik omadliman. Bo'pti, mayli. Bu kechamizni qishloqda o'tkazmaymiz. Uyimizga surishimiz kerak albatta va tezroq qilishimiz kerak va birinchi tun o'tadi. Bu juda ham yaxshi bo'ladi. Hozir uyimizga suramiz. Uyimiz qayerda edi? Uy qayerda edi do'stlar? Qornim ochib qoldi. Mayli, bitta narsa olamizda mana shu yerga qarab ketaveramiz. Mana shu yerda qo'ylar bo'lsa, demak aniq uyimiz mana shu tomonda. Mana bu yerda ko'l, demak uyim, mana uyim emas o'zi bu baza. Voy. Hop do'stlar, uxlaymiz. Birinchi tunimiz o'tdi do'stlar. Yes. Men bundan juda ham xursandman. Hozir biz kartoshka va bir ikkita narsalarni ekishimiz kerak. Zombi. Yaramas. Qurol bormi qo'lida? Do'stlar. Zombi. Ana bu yerda turibdi. Qo'lida qurol bor ekan do'stlar. O'tib qo'ysa nima qilaman? O'libdi. Все, o'libdi. Juda ham yaxshi. Bizda kartoshka, lablagi bilan kartoshka endi juda ham ko'p bo'lib ketibdi. Demak, mana bu yerga ekib qo'yamiz. Kartoshkalarni, ya'ni potato, tomato deganday ularni ham ekamiz. Menimcha ferma juda ham katta bo'ladi-yu. Bundoq qilamizda ekamiz va mana bunlarni ham ekamiz. Ya'ni bu lablagi. Mana bu yerga ham buni ekamiz. Hozir sunduq yasaymiz do'stlar. Bittali sunduq, katta sunduq yasamaymiz. To'xtab turinglar. Nonni craftini ko'rsataman. Mana nonni crafti. Mana shunday yasaladi. Ko'rib olinglar. Eslab qolgan bo'lsangiz, bo'ldi. Hozir narsalarimni shu yerga solaman. Hammasini. Bularni hammasini shu yerga solsam juda ham yaxshi bo'ladi va inventarim bo'shroq bo'lar edi. Sizlar bilan men Zerix bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Xayr.